Pirojkini bu usulini o'rgangunimcha menga buni o'xshatish biroz mashaqqat tug'dirardi. Lekin bu usulni o'rganganimdan so'ng avvallari nega o'xshamaganiga o'ylanib qolaman. Usti qarsildoq, ijesi paxtada yumshoq pirojkini meni talqimimda ko'ringlar. Siz qaysi usulda qilasiz va meni xatoyim bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Har doimgidek video retsepti olishdan oldin oshxonaga birroq qarab olamiz va bismillah deb ishimizni suvni gazga qo'yishdan boshlaymiz. 1 stakan sut va 1 stakan qaynoq suv. Qaynoq suv qo'shganimizda dro'jja yaxshi ishlab, xamirimiz oshishiga yordam beradi. Tuz, shakar, dro'jja va 1 dona tuxum, barcha gram o'lchovlarni opisaniyada yozib qoldiraman. Yumshoq xamir holatiga kelguncha un qo'shamiz. Shunaqa bo'tqa holatida bo'lganda 1 qoshiq mayonez va uksus solamiz. Uksusni ta'mi xamirda kelmaydi bu. Yanada vazdushli bo'lib chiqishiga yordam beradi. 1 cho'mich yog' solamiz va yana xamir holatiga kelguncha un qo'shamiz. Xamirimizni oshirish uchun qoldiramiz. Kartoshkani bo'laklarga bo'lib, pyure holatiga keltiramiz. Sariyog' va ko'kat qo'shganda esa bu ta'm pirojkidagi eng xushxo'r ta'mni beradi. Oshgan xamirimizni zuvalachalarga bo'lamiz. 1 qoshiqdan nachinka solamiz va tugilgan pirojkilarni o'rta qizdirilgan yog'da tillarang qilib pishirib olamiz. Yoqimli ishtaha bu usulda albatta tayyorlab ko'ringlar.